savol kimni muxlisi ko'p ekan emas, kimni muxlisi yo'q ekan desangiz, menimcha savolga aylangan bo'ladi. Menimcha hammani o'ziga yarasha muxlisi bor. Chatda allaqachon aktiv boshlanib ketdi va do'stlar, bizda birinchi karta ham boshlanyapti. Samolyotimiz rondo kartasi uzra uchishni boshladi, adashmasam. Ha, birinchi karta rondo kartasi, qadrli do'stlar, va bu YouTube sahifada menimcha birinchi bo'lib rondo kartasida stream qilayotgan, ya'ni jonli efir qilayotgan bizmiz aka, menimcha. Chunki hech bu YouTube sahifada hali rondo kartasini ko'rmagandim. Bizda allaqachon deylik o'sha rondo kartasini tematik pozitsiyasiga havoda turgan orollarga judayam sovuqli paytlar ketma-ket davom etyapti. Boshlanib to'g'riroq shiddat bilan davom etyapti va birinchi killlar kimlar nechta kill ishlaydi hozir aynan mana shu yerda, nima deb o'ylaysiz? Dangerous Sports o'yinchisi Anvin kill ishladi. Senator allaqachon o'sha oroldan pastga qarab endi yo'l oladi aka. Albatta, mana shu eventda, ya'ni yuqorida jamoalar o'zi uchun bir nechta killarni ishlab olish imkoniyati bor. Ko'ramiz, juda ham qiziq, juda ham shiddatli faytlar ketma-ketligi. Aggressor hozir oldida raqibi bor. Hozir imkon qoldirmadi agressor. David Gamer jamoasi o'yinchisi agressor ikkinchi killni ham o'zini hisobiga. Yo, 3-kill ekan bu, 3-killni ishlab qo'ymoqda. Mana kibersportchilarning kuchi. O'zi aslida men boy savol bermoqchi edim. Aka, nima deb o'ylaysiz? Bizda content makerlar kibersportchilarga qarshi mana shunaqa individual duellarda qanchalik o'zlarini yaxshi ko'rsatisharkan? Endi orashlar teng bo'lib qolishi yoki ayrim vaziyatlarda content makerlarning qo'li ham baland kelishi mumkin. Bu albatta baribir vaziyatdan kelib chiqqan holatda sodir bo'ladi. Ayrim vaziyatlarda balki biz ko'rarmiz bugun qaysidir o'sha mashhur kibersportchini bellashuvda content makerga yutqizib qo'yishni ham. Xuddi shunday va mana Javohir 18 jamoasi, Javohir 18 uz jamoasini o'yinchisi yo'q qilinish arafasida uni o'zining hisobiga kill sifatida Senator jamoasi ishlab qo'ymoqda. Koko Energy jamoasi o'yinchilari bilan birgalikda ancha-muncha kill ishlab qo'ygan. 6 ta kill bor va menimcha yuqoridagi oroldan pastga tushib bo'lgan har bitta o'yinchi ko'p ehtimol bilan ko'ryapmiz, kill chatda Speedy yo'qotilyapti va rondo kartasini ajoyib pozitsiyalardan biri aka arena. Albatta, arena yoki stadion hamma har xil edi. Albatta, juda ham chiroyli tarzda ko'rsatib berishdi. Rejissorlarimizga buning uchun katta rahmatimizni aytib qolamiz. Yakuza Arcade jamoasi bilan birgalikda bizga namoyish etilyapti. Yakuza ham juda ham katta fan bazaga ega va aynan u Energy jamoasi, Kokoe jamoasiga qarshi pozitsiya ko'ramiz. Bu vaziyatda qaysi jamoani qo'li baland kelar ekan? Eng qizig'i Yakuza o'zining sheriklari Tabak va Fragerni yo'qotganligini ko'rishimiz mumkin. Yakuza u haqida xabar bo'lmagan o'yinchini hozir nok holatiga keltira olmadi. Yangi rondo bilan birga kirib kelgan qurol orqali o'qizdi va afsuski o'zining hisobiga kill ishlay olmadi. Endi ko'ramiz unga qarshi bosim uyushtirilishi mumkin, chunki bu vaziyatda Energy o'yinchisi Gagash ham sezib turibdi. Bu yerda bor yo'g'i bir o'yinchi borligini sezib turmayapti, balki shunga bir taxminlar qilayotgan bo'lsa ajab emas. Yakuza balki aynan mana shu o'yinchi hozir Energy o'yinchisi Gagash ustidan faytda g'olib bo'lar, lekin yo'q, ikki kishi bosim uyushtirishyapti. Yakuza orqaroqqa qaytishga majbur. Yakuza ko'ramiz qanday ishni amalga oshira oladi bu vaziyatda. Yo'q, Kokoya push qildi va aynan Yakuzani o'zining hisobiga yozib qo'ydi.
Bu yerda albatta son jihatidan ustunlik Kokoe jamoasi o'yinchilarida edi. Yakudza bir o'zi biroz qiynalganligini ko'rdik, lekin albatta ularda yana qayta imkoniyat bo'lishi kerak o'yinni davom ettirish uchun. Bu esa Arkray jamoasi o'yinchisi Tapak namoyish etib o'tildi. Bazi Team jamoasi o'yinchisi namoyish etilyapti. Boya Arkray jamoasida Tapak va Frager yo'qotilganini ko'rgandik, lekin o'sha haqiqatda har bitta kartada o'yinchilarda imkoniyatlar bo'ladi. Qaytib olishga va aynan mana shu qaytib olish funksiyasidan foydalanishda Yakudza va Arkray jamoasi o'yinchilari Tapak va Fragerni qaytarib olishdi. Birozdan keyin esa xuddi shunday Yakudza ham qaytarib olindi. Endi ularda imkoniyat kamroq xato qilishga maksimal darajada ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Sector 7 jamoasi bu yerda Bapesh Mark hozir nok holatini qabul qilib oldi va yopib yuborilyapti. Abrorov jamoasi o'yinchisimi yo'q? Abrorov mana shu nik ostidagi o'yinchi uni nok holatiga keltirib jamoasiga kill sifatida yozib qo'yapti. Bu esa sektor jamoasi o'yinchilaridan yana biri edi. Yana bir ajoyib pozitsiyalardan biri rondo kartasida. Bu pozitsiyaning nomini chatimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Men shunchaki Vodniy Garadok degan bo'lardim yoki shunchaki Garadok, shaharcha. Paynanga o'xshab ketar ekan-a, Sanokdagi o'rtasidan suv o'tgan. Ha, bir tomondan ham rondo kartasi, o'zi rondo kartasi haqida fikringiz qanaqa, aka? Bir marta bo'lsa ham kirib ko'rdingizmi, o'ynab ko'rdingizmi yoki shunchaki aynan mana shu rondo kartasi ko'rsatilgan video lavhalarni tomosha qildingizmi? Video roliklarda ko'rdim. Rondo kartasi juda ham bir atmosferaga boy, kayfiyat ko'taruvchi karta. Bu yerda endi o'sha Erangel, Livik, Sanuk, Miramar kartalarini bir ajoyib tarzda chiroyli ko'rinishda birlashmasi desak bo'ladi menimcha. Xuddi shunday. Har fasldan bor bu kartada. Ha, azaka yo'qotishlar bor. Har bitta jamoada 16 ta jamoa 62 ta o'yinchi borligini ko'rayapmiz kartamizda va chatimizda 1100 kuzatib boruvchi, chatimizda emas, balki efirda mana bizga kartamiz namoyish etilyapti. Yuqori o'ng qism ko'ryapsiz, sariqroq bo'lib turibdi. Va chap past tomon asosan yashil hududlarga kiradi. O'zini ichiga shaharchalar, test track pozitsiyalari, har xil pozitsiyalarni o'z ichiga olgan. Xo'p, tomon. Chatimizda aytib o'tganimdek 1200 ta kuzatib boruvchi bor efirimizda. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, lekin bu ko'rsatkich bilan to'xtab qolmaymiz, umid qilaman. O'sishda davom etishimiz shart va majburmiz bunga. Shuncha content maker blogerlar sizning xizmatingizda va musobaqada ishtirok etishyapti. Shuning uchun albatta o'z yoqtirgan blogeringizdan, content makeringizni qo'llab-quvvatlang. Birgalikda biz bilan mana shu o'yinlarni kuzatib boring. Efirga esa like bosib qo'yishni unutmang. Juda ham to'g'ri. Bizda boyaga aytib o'tganingizdek yo'qotishlar mavjud ayrim jamoalarda. Misol uchun Yakudza bittagina o'yinchi bilan qoldi, 2 ta dona kill ularning tarkiblarida mavjud. Yakutsada to'liq tarkib azizga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, Tapak Frager boya bir o'yinchi bilan qolib ketgandi. Demak, bu yerdagi o'ng tarafdagi ma'lumot bizda biroz ortda qolayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p ehtimol bilan xuddi shunday bo'layapti va endi bu birinchi karta. Birinchi karta har doim qanaqa katta musobaqa bo'lmasin, azaka kamchiliklar, o'ziga yarasha kamchiliklar bo'ladi. Bu yerda kibersportchilar o'rtasida, kibersport deylik jamoalarini kapitallar o'rtasida duel bo'lib o'tdi. Vizor chiroyli birinchi minus, lekin uni tezda Hardboy nok holatiga keltirdi va Hardboy bir necha killlarni o'zini hisobiga ishlab qo'yapti. Hozir Evilni ham agar o'zini hisobiga yozib qo'ygan bo'lsa, menimcha to'liqligicha jamoani yopib yuborgan bo'ladi shekilli, senatordan tashqari.
Evil qochib ketyapti Bagida, sababi u o'z sheriklarini yana qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Mana shu imkoniyatdan foydalanish uchun balki o'z pozitsiyasini o'zgartirishga, uzoqlashtirishga majbur bo'ldi. Not Noobs o'yinchilari esa Ultra bilan birgalikda jamoasi uchun 12-kill point yozib qo'yishyapti. Bu ajoyib natija. Ajoyib, haqiqatda harakat qilishyapti. Kezi kelganda agressiv o'ynashyapti va shu sababli 12 ta kill bor. Yo'qotishlar unaqa ko'p emas, jiddiy ham emas va biz birinchi yo'qotgan jamoamiz bor. Bu senator Evil kim hisobga yozadi. Men to'g'ri chatda payqamay qoldim. Nechta jamoa, nechta o'yinchi qolganiga ahamiyat berib turgan bir paytimda va bu yerda Hasan Peykech va Javohir 18 uz jamoalari o'rtasida fight bo'lib o'tishi mumkin. Hozircha ikki jamoa bir-birini tekshirib turganini ko'rayotgandik. Shoha biroz damajlarni qabul qilib oldi, lekin Shahobni uni holatiga keltirishga juda yaqin kelgandi. Shoha biroz dispozitsiyada harakat qilyapti. Uni pozitsiyasida bemalol harakat qilishni hozircha biroz imkoni yo'qroq. Biroz ortida esa sherigi Javohir 18 uzni o'zi harakat qilayotganligini bizga umumiy planda ko'rsatib berishyapti. PK jamoasi esa menimcha yaxshiroq pozitsiyaga ega. Faqat mana shu pozitsiyadan unumli foydalanishni amalga oshira olsa bo'ldi. Shahob hozir aynan Shoha turgan pozitsiyani o'z nishoni ostida olib turganligini ko'rdik. Xuddi shunday Hasan Peykech bu ikki jamoa o'rtasida qanaqadir jiddiy fight boshlanmasidan bu pozitsiyani tark etishmoqchimi? Yo'q, bosimi uyushtiriladimi hozir? Aynan o'yinchilar turgan pozitsiyaga Hasan Peykech va uning yigitlari yaqinlashib kelishdi. Bu vaziyatda Javohir 18 uz jamoasi o'yinchisini oldiga Shoha sheriklaridan ajralib qoldi desak bemalol xato qilmagan bo'lamiz va uni holati bo'lishi mumkin. Bu vaqtda esa Ramzes va Bad Boyni holatida Ultra ajoyib kill. To'g'ri, ajoyib nuk hozircha adashmayotgan bo'lsam, Not va Ark jamoalari o'rtasida Ultra Yakutsaga qarshi qarama-qarshilik qadrli do'stlar. Ramzes esa bu vaziyatda yiqilib tushib nuk holatiga kelib qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu pozitsiyada esa ikki jamoa o'rtasida juda ham qizg'in fight ketyapti. PK jamoasiga qarshi Javohir 18 uz jamoasi o'yinchilari. PK jamoasida nuk holati bor. Himoyalanayotgan jamoa yaxshi harakat qildi bu yerda va aynan mana shu himoyalanib turib ortiqcha harakatlar qilmasdan Shohani ham bir amallab ushlab turishgandi. Nok holatiga keltirib qo'ymasdan, to'g'ri nok bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasdan, lekin baribir oxir-oqibat bunga imkon berishdi va Shoha yo'qotiladigan bo'ldi va Yakutsa biz ikkinchi kontraktni hozir yo'qotishimiz mumkin. Anchagina jiddiy damage'lar va jiddiy yo'qotishlarga ega Yakutsa. Bo'ldi, mana Yakutsa yopilib ketdi chamamda. Ha. Yakutsa yopilib ketdi, qadrli do'stlar. Javohir esa bu yerda 3 ga 1 qarama-qarshilik uni holatiga keltirdi, o'zini hisobiga kelishib qo'ydi, lekin yo'q. Imkon qoldirishgani yo'q bu yerda unga. Lekin o'zi bilan bitta kill olib ketdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har holda jamoasiga foydasi tegdi. Sector 7 jamoasi o'yinchilari bu yerda Ultra jamoasi o'yinchisini pozitsiyasi haqida ma'lumotga ega bo'lishyapti va hozir aynan ular o'rtasida fight boshlanish arafasida edi. Bu esa Javohir 18 uz jamoasini qolgan oxirgi o'yinchisi. Javohir esa boya aytib o'tganingizdek eng oxirgi variantdan to'g'ri foydalandi. O'z qarshisidagi oxirgi bitta raqib o'yinchisini nuk holatiga keltirib, o'ziga kill sifatida yozib ketdi. Unda boshqa variant yo'q edi o'sha vaziyatda. Endi esa kartamizga ahamiyat beramiz. Bizda 3 ta juda jiddiy content makerlar bizni tark etdi birinchi kartani o'zidayoq. Balki sekin-asta shu ular ham rondo kartasiga moslashib olishayotgandir. Bundan oldin ham albatta rondo kartasini o'ynashgan, yangi qo'shilgan bir paytida, lekin bunaqa jiddiy lobby, bunaqa jiddiy o'yinchilarga qarshi menimcha birinchi marta bo'lsa kerak rondo kartasida qarama-qarshiliklar. Shuning uchun Cardinal, Senator va Yakutsani yo'qotdik. Senator Dangerous Sports bilan, Yakutsa esa Ark Red bilan. Va aziz aka, men chatda yana bir narsaga ahamiyat berdim. Bizni
Ya'ni men va sizni ham kutganlar yetarlicha ekan bu qo'llab-quvvatlayotganlar yetarlicha ekan bu translyatsiyada, bu jonli efirda. Katta izohlarni ko'ryapman, juda iliq izohlar, ajoyib fikrlarni yozib qoldirishyapti. Barchaga tashakkur o'z vaqtida aytib o'tish kerak. Albatta, bu shaxsan bizni quvontiradi mana shunday sharhlar chatda va yana ham menimcha motivatsiya beradi turnirni ajoyib tarzda o'tkazishga. Hozircha esa yana o'z e'tiborimizni o'yinga qaratishimiz mumkin. Ultra o'z jamoasi bilan birgalikda navbatdagi pozitsiyani egallash uchun yo'l oldi va o'sha progu zonamizga ham ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Umumiy karta namoyish etilganida va sekin-asta mana bu xavflilikdan jamoalar hozir xavfsiz pozitsiyaga yo'l olishni boshlab yuborishyapti. Sektor anchagina jiddiy bosimga uchradi. Bu lobbini tinch qo'ymayotgan, bu lobbini shunchaki yer tishlatishga majbur qilayotgan Notebook jamoasi o'yinchilari tomonidan yo'q qilindi desak ham adashmagan bo'lamiz. Xozon ishga kirib kelishdi va chiroyli tarzda uni kill point sifatida o'zini hisobiga ishlab qo'yishdi. Javohir Boom jamoasi o'yinchilari Speedy, Aslanboy unga qarshi o'z vaqtida bu ikki kibersportchini qarama-qarshiliklari doston bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Speedy kibersportga qaytgandan keyin anchagina jiddiy formani yig'ib olishga muvaffaq bo'lgan, lekin unga qarshi esdan chiqarish kerak emas. Uni o'z vaqtidagi azaliy raqibi Aslanboy va aynan Aslanboy hozir o'zini hisobiga kill sifatida uni ishlab qo'ydi. Bacher hozir Aslanboyga qarshi harakat qilyapti. Aslanboyda esa uchta o'z sherigini hali saqlab qolish imkoniyati bor. Zvezdani HP'lari juda ham kam qolganligini ko'ryapmiz. Bu yerda esa boshqa jamoa o'zaro fight o'tkazyapti. Tomato nok holatiga keltirildi. Bacher nega unga faqat bitta kill oldi? Boya granata bilan atishmayotgan bo'lsam, ikkita kill qolgandi yoki bittamida. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu vaziyatda sheriklari uchun alam oldi. Va lekin keyin zudlik bilan Bacherni o'zini ham yo'q qilishdi. Amir qurolidan edi chamamda. Avogadro jamoasi o'yinchisi hozir Rashinyo uzoqda turgan raqibi transportini ruin holatiga keltirib qo'yapti. Bizda esa yana Ultra o'z jamoasi bilan birga namoyish etib o'tilyapti. Enerji jamoasi o'yinchisini kill-chatda ko'rdik. Kill point ishlab olganligini va Javohir 18 uz team jamoasi ham yopilib ketganligi haqidagi ma'lumotni bizga ko'rsatib o'tishdi. 9 donagina jamoa qoldi azaka 5-zona, 5-stadiya zonada 173 metr masofa bor Avogadro jamoasi zonagacha. Javohir Boom jamoasining so'nggi asosi Mirasda ham xuddi shunga o'xshash holat 155 metr. Atrofda raqib o'yinchilari juda yaxshi pozitsiyalarni egallab olishgan, lekin Miras baribir bir amallab xavfsiz pozitsiyaga o'tib olishi kerak. Bir necha soniyalardan keyin sababi xavfli zona o'z harakatini boshlaydi. PKH team jamoasi yopilib ketganligi haqidagi ma'lumotni namoyish etib o'tyapti. Bu esa Notnubs jamoasi o'yinchilari Ultra bilan birgalikda Ultra nok holatida qilib oldi. DJ esa anchagina avval yopilib ketganida ajoyib nok bo'ldi hozir. Dahshatli fight bo'ldi va Notnubs jamoasi Ultrani yigitlarni kim to'xtatib qoladi o'zi bu kartada? Imkoni bormikan? ABG jamoasi, Energy jamoasi, Hell, ya'ni Helion, Not jamoalari, STZ jamoalari tirik holatda Energy jamoasi markazga urushdi va markazda o'ynashadi. Davron Ramzes bilan birgalikda kishi o'ynashyapti, ko'ryapsiz o'zingiz ham. Killlar soniga e'tibor bering. Ultra jamoasida 22 ta kill point, Davron jamoasida esa 15 ta kill point. Ular hozir yaqqol peshqadamlikni ushlab turishdi. Ulardan keyin Ali o'z jamoasi bilan birga yaxshi killlarni amalga oshirayotgan edi, lekin ularning jamoasi ham yopilib ketdi. Hardboy oldida Energy jamoasi o'yinchilari, Kokoe jamoasi to'g'riroq bo'ladi. Gagash hamda Kokoe'ni o'zi harakatlanyapti. Hardboy esa hozircha bu pozitsiyani berib qo'yayotgani yo'q, lekin masofa juda ham yaqin. Xuddi shunday Notnubs jamoasi o'yinchilari va Ultraga bu kartada bemalol o'ynashga fightlar davomida berish kerak emas deb o'ylayman. Agar imkon berishadigan bo'lsa, ular bu imkoniyatdan unumli foydalanishligi aniq. Ramzesni chiroyli ikkita aniq granatalari Rashinyoni bu kartada yo'q qildi. Endi esa ko'ramiz. Jamoasi o'yinchilari vaziyat qanday bo'ladi? Ramzes ishini bilan qilyapti, chiroyli o'ynadi va
Nechta kill? Ramzes to'xtatib bo'lmayapti. Falconga ham spray, Falconga ham damage'lar. Judayam ajoyib harakat qilyapti Ramzes. Ularning pozitsiyasini xavfsiz pozitsiya, xavfsiz aylanib biroz tark etganligini ko'ryapmiz va aynan Ramzes o'z sherigi bilan birgalikda hozir xavfsiz pozitsiyaga o'tib olish harakatini qilishlari kerak. Aynan mana bu kichkinagina qoya oldida, tosh oldida Kokoye jamoasi ultra jamoasi bilan birgalikda harakat qilishyapti. Hozir ular mana shu xavfsiz hududga kirib keladigan Ramzes, Lapar Davron jamoasi o'yinchilarini kutib olishlari mumkin. Ultrada ham Kokoyeda ham uchtadan o'yinchi, ana bo'lmasa Gagash, Tonight, Kokoye, Ultra, Flex va Hardboy. 3-3 qanaqa bahs ketarkin? Menimcha Hardboy ushbu qarama-qarshilikda jamoasini oldinga tortadigan o'yinchi aynan mana shu bo'ladi. Lapar Davron bilan Ramzes shunaqangi granatalar uloqtirishyapti. 20 ta kill bor. Ramzes 8 tasini ishlagan. Ramzes hozir aynan o'z pozitsiyasini tark etish uchun dimlar orqali yo'lak hozirlayotganligini ko'ryapmiz, lekin bu dimlar yordam berarmikin? Ko'ramiz. Energy jamoasi, Kokoye jamoasi o'yinchilari ham sekin-asta pozitsiyani o'zgartirishga harakat qilib ko'rishyapti. Hozir xavfsiz aylana ichida hech qaysi jamoa o'yinchilari yo'q. Mana bu granata Hardboy ajoyib. Tunaytning holatiga keltirildi. Nimalar qilyapti Hardboy? Anchagina chiroyli move'larni, xatti-harakatlarni namoyish etishyapti va yana bir granata oson bo'lmaydi. Kokoye va Energy jamoasi o'yinchilariga ultrani payqashda Lapar Davron ushbu ishni amalga oshirdi. Hardboy nimalar qildi bu vaziyatda? Wow! Ajoyib. Uchtagina jamoa qolyapti, uchtagina jamoa o'yinchilari qolyapti. Bir jamoa o'yinchilari zonadan tashqarida, Lapar Davron hamda ultra jamoasi o'yinchilari hozir o'zaro faytga kirishadi. Lapar Davrondan juda ham yaxshi granata hozir Flexning holatiga keltirganligini ko'ryapmiz. Hardboy ham juda ham low HP'da va Not jamoasi o'yinchilari yopilib ketish arafasida. Xuddi shunday bo'ldi va so'nggi qolgan o'yinchi zonadan tashqarida, uni o'zini ko'tarib olish funksiyasi bor va aynan mana shu vaqtning ustida hozir vaqtning ichida Ramzesning ustiga nimadir tushadigan bo'lsa, yo'q, tushmadi va bo'ldi. Bu Lapar jamoasini g'alabasi. Nimalar bo'ldi ya bu kartada azaka? Hardboy xatti-harakatlari, Notnus jamoasi